navbatdagi xonadonimizga Powertech 330L avtomatikasini o'rnatib berdik. Avtomatikamiz 24 volt ishlaydi, 5 shumli, скоростной avtomatika hisoblanadi. Avtomatikamiz полный komplektlarimizda 4 pult, lampa, sensor, blok управления avtomatika. Buning ichiga blok управлениясida удаленный dostupi bor и встроенный akkumulyatori bor. Удаленный dostup telefon orqali dunyoni istalgan mamlakatlaridan darvozani ochuv yopuvligini bilsa bo'ladi и управлять qilsa bo'ladi. Telefon orqali skorostlarni управлять qilish imkoniyati bor. Baland skorosni tezlashtirish, sekinlashtirish, препятствия funksiyalarini o'chirish, yoqish, ularni чувствительностini oshirish, tushirish imkoniyatlari telefon orqali bor. Akkumulyator svet ketib qolgan 20 marta darvozani ochib yopishga kuchi yetadi. Akkumulyator o'tirgan holda ruchnoy rejimi ham bor. Avtomatikamiz препятствия funksiyasidan tashqari kalitka rejimi bor. Pultni ma'lum bitta knopkasiga bog'lab qo'ysa, mana ko'rib turganingizdek, darvozani bir qismi ochiladi. Bu bir qismi kalitka rejimi bo'ladi. 45 gradus ochiladi. Misol, darvozani kirib olish kerak bo'lsa, ikkala tabaqasini ochib o'tirmasdan bir yoq tarafini ochib, tez yopish imkoniyati bo'ladi. Shu kalitka rejimi ham bor. Yana eng yaxshi tarafi 5 shumli ishlaydi, svet ketib kelganini his qilmaydi, nagruskalarni sezmaydi.